Bugungi sizlarga 2025-yil 2-oyning 12-kuni haftaga çarşamba vatandaşım. Endilikli haber bu zil yani inçki yani sezgör bir meseldek durdu. Bunu başka alametler bilen birleştirip karışak vatandaş. Mavzunda armiyani kontrol qilish qo'ldan chiqib ketdi. Çünkü Kompartiyasi Merkezi Harbiy ishlar komitetining ikki xil harakati, qiyos va farazlarni keltirib chiqardi. Mavzuli xabar 2-oyning 10-kuni ko'chirilgan Buyuk Iroq orbiti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Çünkü Kompartiyasi armiyasi 2 yil ishga tozalash elib borgandan keyin, yani armiya ichida harbiy o'zgarish plani bor degan gap so'zlar tarqalishga boshladi. Çünkü Kompartiyasi Harbiy ishlar komiteti bu navbatda hujjat tarqatib, bütün armiyani tarbiyalash va kuchaytirish, oz sondagi xalqlik kishilarning ideyasini o'zgartirishni talab qildi. O'xshash mezgilda doiralar internet harbiy ishlar uchuri tarqalishini boshqarish chorasidan tarqatilishi kishilarning diqqatini tarqatdi. Qarab turing, ha? O'xshash mezgilda doiralar, ya'ni jungo doiralari jo'nanxay internet harbiy ishlar uchuri tarqalishni boshqarish chorasini tarqatganda kishilarning diqqatini qo'zg'atdi. Diqqatini tortdi. Tahlilchilar bunday hisobladi. Bu ikki xil harakat doiralarning bir xil jiddiy holatga kirib qolganligini, armiyani kontrol qilish huquqining qo'ldan chiqib ketganligini, krizisning boshlanganligini ko'rsatib berdi. Endi bu yerda bir savol o'tirg'i chiqdi. Armiyani kontrol qilish qo'ldan chiqib ketibdi. Yani armiyaning boshqarish huquqi bo'yicha internet tor betlarini boshqarish va u to'g'ri chora. Alayda chora yuqoriqidagidek internet harbiy ishlar uchuri tarqalishni boshqarish chorasi deydigan shunday hujjatli siyosat e'lon qildi. Buning ichida ziddiyatlik bir taraf bor degilimi bo'lmaydi vatanda, shunda aldirabma qo'ldan chiqib ketmaydi harbiy ishlar huquqi degan. Azı qo'ldan chiqib ketsa, Reis Xi Jinpingning qo'lidan chiqib ketsa bu. Lekin Jo'naxay Markaziy komitet Harbiy ishlar komitetining qo'lidan chiqib ketsa, buni notayin deb faraz qilyapman. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar bir hujjat, bu hujjat siyosatlashgan hujjat, siyosiylashgan hujjat, internetni harbiy ishlar boshqarish yoki harbiy ishlarga munosabatli xabarlarni harbiylar boshqarishning chorasini e'lon qildi degan gapning o'zi bak sezgör turvatida vatandaş. Demek hozir yaqinda bir internetning ahvoli qarab baqsangizmi, shunday bir alomatlar ko'rilyapti vatandaş. Masalan, Shanghai, Hong Kongda bu internet YouTube'dan anglaydiganlarning soni oraliqda 218 ga chiqqan edi. Hazır 14'ke 15'ke düşüp kelyapti. Muşunda qarğanımız çekleshga munosabatlikmiş vatandaş. Endi bunun sezgirlik tarafi nerede az görümüz tüvende. Bundan başka yakında Jungo Kompartiyasi devletlik törbetler işhanesi, sanaat ve uçurlaştırış organı, Cemaat Xavfsizligi Ministerligi, Devlet Bexatarlik Ministerligi, Merkez Harbiy ishlar Siyoset Xizmat bölümü, Merkez Harbiy ishlar komitetining qarmog'idagi siyosiy qonun komiteti qatorliq 10 bo'lim organlar, ministerliklar internet harbiy ishlar uchurini tarqatishni boshqarish chorasini e'lon qildi. Yuqorqi chorani e'lon qilgan o'rinlanmish degidek hozir Jungo Kompartiyasi hukumat apparatining hammasi bor degan gap. Hammasi qo'l silib bu chorani e'lon qilib, internetni harbiy ishlar bo'yicha boshqarish yoki internetni harbiy ishlar to'g'risida uchur tarqatishni boshqarish. Bu chora 2025-yili 3-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi.
3 ayının 1 günü işe kurultay çağırıldı. 3 ayının 1 günden başlap yolu koyuldu. İnternette her bir işler doğrusu sözlü işki bulmaydı. Şunak vatandaşım, bunun ne dep düşünümüz bunun inçki taraflarını özümüz Uygurlarga bağlap çöndürsek bulamdı mesela. Uygurlarning teröristler yoki zo'ravonlikqa qarshi harbiy qo'shini qurildi vatandaş. Hazır o qo'shinning qandaq bo'lishi Suriya davlatining o'zining ichki ishi, shu davlatga munosabatlik bir taraf qilindi. Endi buning bu xabar to'g'risida ingliz tili bilan yuqori axborot organlari masalan The Telegraph, andan keyin London BBC, andan Thomas, Jamarl Thomas, andan keyin Karl Ja qatarlıq organlar bular tədqiqat orqali, sözləri orqali, fikir orqali, muhokama orqali qo'yib berdi bu narsalarni. Amma shundaq ahvollar sizning mushunga munosabatlik masalan Jungoda harbiy ishlarni, harbiy usulni cheklash deydigan fikrni o'ttirib chiqadimi Jungo kompartiyasi bu tarafga namolim, yana ikkinchi bir sezgur tarafi. Hozir sizlarga so'zlaymiz, buni turgul so'zlagan edik. Nima deymiz bununla desangiz, tünügün sözlügende vatandaş bana qarab turasiz. Xabarning mavzusi mundaq tünügün mavzusini aytolmay qoldik, aldirab qoldik tünügün. Mavzusi mundaq 3 burjak bo'lib elishish. Prezident Trump bilan vazir Modi munosabatni cho'nqurlashtirayotgan bir paytda Jungo Hindistonga xushomad qilishga boshladi. Mavzuli xabar 2 ayning 10 günü Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Masalan, Washington Hindistonning vaziri Narendra Modi chorshanba kuni bugun Amerika Qo'shma Shtatlariga ziyoratga keldi. Hindiston Amerika bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirayotgan bir paytda Jungo ham Hindiston bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashga urindi. Mutaxassislar mundaq tahlil qilishdi. Jungo qisman holda Amerika-Hindiston munosabatining kuchayishidan ansirashga boshlaganda. Yani bir tarafda Hindistonga xushomad qilishni bu rayonning muvozanatini va nihoyatda keng strategik siyosatning bir qismi qilmoqchi bo'ldi. Naitiken stratejik siyasetinin bir kısmı kılmakta oldu. Hindistan-Jungo munosabatini Muş rayonida yoki chegara rayonida deyli, yoki Osiyo rayonida deyli, Hindistan-Jungo munosabatini nihoyatda keng miqyosdagi siyosatning bir qismi, stratejik siyosatning bir qismi qilmoqchi bo'ldi. Bo'lib Beijing Prezident Trump yangi hukumati mezgilida Washington bilan bo'lgan jiddiy munosabat davomlashadigan ahvol ostida. Masalan, Jungo Hindiston bilan bo'lgan munosabatni yaxshilamoqchi bo'lib o'tdi. Biroq bundaq paytning o'zi nima desa, Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rtasidagi munosabat jiddiylashayotgan bir paytda deydi vatandosh. Amerika Hindiston rahbarlari munosabatlarni cho'nqurlashtirishni ta'kidlaydi. Bugun keladi deyli. Amerika, Hindiston ikki davlat o'zining munosabatlarini cho'nqurlashtirishini ta'kidladi. Modi Amerikani ziyorat qilish oldida, Amerikaga ziyoratga chiqishdan burun bir parcha bayonotida mundaq ko'rsa. Hindistonning vaziri Modi bu qatim Amerikani ziyorat qilish bu bir fursat. Prezident Trump vazifa o'tagan birinchi mezgilda hosil qilgan Hindiston Amerika hamkorligining natijalarini kuchaytiramiz. İki davlat, yani Amerika, Hindiston bir türlük muqim ve munosabatlarni qayta ta'kidlash yoki qayta tiklash ketinglar. Munosabatlarni qayta tiklash kelishimi imzolaymiz. Demak, bu qatim bugun Modi Washingtonga ziyorat keldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining yangi hukumati bilan Hindiston o'rtasida imzolaydigan kelishim bor deydi vatandosh. Oxiriga diqqat qiling. Cümleden bevosita uchadigan navbatchi aeroplan, ya'ni aviatsiya qatnashini asliga keltirish. Hindiston bilan
Washington yoki Hindiston bilan Amerika o'rtasida bevosita uchadigan, u yerga qo'nmayli bevosita uchadigan aviatsiyani asliga keltirish. Hindistonda ma jumlaga diqqat qiling, hurmatli vatandosh. Hindistonda tavob qilguvchilarning, ya'ni buddizm diniga e'tiqod qilguvchilarning va ya'ni shularning tavob qilguvchilarning Tibetga kirib bir muqaddas joyni tavob qilishi hamda madaniyat almashtirishni kuchaytirish qatorliq taraflarni o'z ichiga oladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan tuzilgan Hindistonning kelishimi mushu taraflarni o'z ichiga oladi. Bevosita uchish Hindiston Washington o'rtasida aviatsiya, uningdagi madaniyat almashtirish eng muhimi buning ichida tilga chiqayotgan, eg'izga ilinayotgan bir gap. Hindistonda tavob qilguvchilar, masalan, Budda diniga oid tavob qilguvchilarning Tibetga kirib bir muqaddas joyni tavob qilishi. Tasavvuringizni nima qilyapti, hurmatli vatandoshlar? Demak, Buddistlar tavob qilguvchilar Tibetga kirishi kerak. Tibetda bir muqaddas joy borki, ismini aytmabdi, qayerda bu Tibetning muqaddas joyi? Mushaga kirish kerak. Bu kelishim Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Hindiston yoki prezident Trump hukumati bilan Modi hukumati o'rtasida kelishim deb aniqroq qayta tiklash. Masalan, Amerika Hindiston munosabatlarini qayta tiklash kelishim imzolaymiz debdi. Endi siz buning erishimli qildigan, ya'ni bundaq bir jumlaga diqqat qiling vatandosh. Çünkü Hindiston bilan o'zaro muxbir avatishdan iborat ko'p taraflik diplomatik tadbirlar elib bordiganligini dalilidi. Yuqorqi mazmunlar tugadi. Buni uzun maqola, shuning ichidagi bir mavzu nima? Hindiston bilan Jungo o'rtasida muxbir avatish, Hindiston Jungo o'zaro muxbir avatish dan iborat ko'p taraflik diplomatik tadbirlarni elib bordiganligini dalilidi. Tushundingizmi? O'tgan yil 10-oyda 200,000 agashkisi bor. Hindiston yoki biz Hindistonning mazmunini yaratuvchi avtor, bu gazetning ishimi yoki torbatning bilgilanmaydi. Mushu avtor bu kishining ismi Zayn Anvar deb ataladi ekan. Bu Zayn Anvar Hindistonlik matbuot xodimini Jungo taklif qilib, avval Shanxayni ziyorat qildiribdi. Ondan Shenzhen shahrini ziyorat qildiribdi. Siz yana nimani tasavvur qila olasiz vatandoshim? Demak, Jungo Hindiston o'rtasida matbuot xodimlarining muxbirlari debdi yuqorida o'zaro avatish boshlandi. Xo'sh, bularning Jungoda xabar qiladigan nima xabari va Hindistonda xabar qiladigan nima xabari va jahon xabarlarida qo'yib turgan yangicha bir xabar bormi yo'qmi? Shuning uchun ikki taraf axborotchilar muxbirlarni o'zaro taklif qilish shuning uchun boshlandimi vatandosh? Buning natijasini keyin ko'rasiz vatandoshlar. Endilikda yana bir gap, mashaddidiq Hindiston Jungo munosabatini yaxshilayotdi degan gap. Endi yana birisi siz diqqat qiladigan bir gap vatandosh, Jungo 2024-yili 5-oyda Shui Hong degan kishini Hindistonda turishliq bosh elchi qilib tayinladi. 5-oy esingizda bo'lsin. Shui Hong yangidan tayinlangan bosh elchi. Hindistonga qachon ekan bu? 2024-yili 5-oyda. 5-oyning qaysi kunini aytmabdi? 5-oyda Aralıkta 6-oyning 18-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisining vakillari ummiga Dharamsalani ziyorat qildi. Bir oydan keyin ziyorat qildi deydi. Hozir endi bu Shui Hong Jungoning Hindistonda turishliq bosh elchisining qiladigan vazifasi hozirgacha nima ekan? Masalan, 2024-yili tayinlanibdi, 1 yil deydi hozir. Oldimizda 5-oy kelsa 1 yil. 1 yil ichida bu kishi Twitter 2 sahnasida 150 parcha xabar va xatchak e'lon qilib,
Bunun körüş katım sani 250 bin katımdan aştı deydi. Bu haçak ve haberlerde nimile tilg elinip durursanız Hindistan bundak yaxşı devlet, Cungu bundak yaxşı devlet. Özara Hindistan'ın Cungu doğrusundaki yaman hiyallarını tüketüyüdüş, en süreçlerini tüketüyüdüş, şundaklı Cunguluk'un Hindistan doğrusundaki yaman haberlerini, en süreçlerini tüketüş, yarışış, ittifaklaşış. Mənisi Hindistan bilen Cungu münasebetini yaxşılaş. Şunaq mavatanda şunun için kılınğan işleyken, endi biz bir yerde dikkat kılınğan bir dokuz yapma sizlerge ta'kidlagan edim. Sizler yani şunun dikkat kılınğan bu bir cümlege, qarang, Hindistan'da tavap kılgıçılarının Tibet'e kirib bir muqaddas joyni tavap qilishi uchun, endi madaniyat almashtirish uchun degandek, mushu munosabatlar doirasida Amerika Qo'shma Shtatlaridan Hindiston o'rtasida kelishim imzoladi. Endi siz buni ko'ring, endi men boshda aytdim-ku, harbiy ishlar to'g'risida bir chora yoki harbiy ishlar to'g'risida xabarlarni internetda cheklashning hisobiga yoki tahrirlash hisobiga yoki senzor qilish hisobiga Jungu yoki Chongnanxay harbiy markaziy harbiy ishlar komiteti siyaset belirledi. Bununla barlık hükümet aparatları, bexatarlik, sakçı ministerliği bu. Hemiz katlaştı degenimizden qaraganda Cungu yani yakında nemi özgürlük var? Bulunma Tibet'e münasebet. Vatandaş bulup mu Tibet'e münasebet. Tünügen gösterdik, nemi dedik? Mesela dolma təsirin. Əsli Tibet'te tuğulğan ayal kişi. Hazır növbətdə Dar es Salaam'da turuşduq. Tibet Sərgərdən parlamentinin muavin başlığı. Dolma təsirin nemi dedi? Tünügen bir dedik, bugün yani bir tekrarlı bitti. Mən bundaq hesaplayman. Sabaq Dostlar duram amaya deyken, mən bundaq hesaplayman. Dalai Lama'nın Tibet'e qayıtışını bək arzu qıldı. Mən Dalai Lama'nın Tibet'e qayıtışını bək arzu qılıman. Dolma təsirin muavin parlament başlığı. Bu sarayğa, yani Budala sarayğa qayıtışını arzu qılıman. Mən bək arzu qılıman. Biz tünüge sözlügelliğimizin ahırını süremedik dedik. Ötken yıl 7. ayının 13. günü sabık prezident Joe Biden imza koygan bir kanunu sizlerge sözlügen edik. Endi o kanun icra kılınışı gerek. Bulganda biz şundak dedik. Bu kişi yaşanıp kaldı. Yaşanganda mı kiler yıl 7. ayının 8. günü de, bu yıl 7. ayının 8. günü de 90 yaşa kirdi. Endi vakit zamanda Jungu kaynağı keçiktirdi bu işte ama onun yaş kuramı endeni saklap duranmaydı. Şunu Jungu hükümeti muşu kanun Amerika Qo'shma Shtatları belgilegen kanun ve o'ttirib chiqargan kanun asosida Tibet doğrusida qanday qilqilish chorasini bugun yoki ertangi o'ttirib chiqaramdi yo'q. Mena yuqorqi jumla bilan jumla selishtirishim bilan sizlar buni tafsili ko'rib olalasizlar vatandoshlar. Ondan bugungi sizlar yetkazadigan qisqa xabarlarimda Layputluq diva Jungu insaniyet tarixida en bimani baş götürüş bilen baş götürüp çıkan devletler. Hazır emri öz kıyafeti qaytib keldi. Çonqur söhbət cansızca 2. ayının 13. günü yutuq. Prezident Trump Xi Jinping bilen uruş qilishdan qo'rqmaydi. Qudratli Amerika armiyasi oldingi safga kirib urushga tayyorlik qilishga boshladi. Halkalık paytlar 2. ayının 13. günü yutup. Yani bir haber. Amerika Jungu işki devletinin elişi başlandı. Yerden tatip, alem boşluğu geçer. Amerika Devlet Müdafiə Ministeri, Avrupa İttifakı, Afrika, Hərbi Komandalıq ştabını gözden geçirdi.
Hages gözden geçirdi ve şundak dedi. Cungo'nun karniti bütün dünyanı kaplattı. Köpçük el. Cungo'nun karniti bütün dünyanı kaplattı. Halkalık beytler 2. ayının 13. günü yutup. Amerika, Angliya, AI yukarı derecelikle yığını kitapnaması imza koyuşunu red kıldı. Hazır Fransa'da açılıp oturdu. Amerika Koşmuş Ştatları'nın mavun prezidenti katlaştı dedik o. Dekolat sözlüdü hem nutuk sözlüdü. Kitapnaması imza koyuşunu red kıldı. Amerika ile Angliya. Müstabit hakimiyetlerle hemkarlaşmayımız dedi. Yeni Tanlıklar Televizyon 2. ayının 13. günü yutup. Yani bir haber. Rusya Amerika'ya hoşamet kıldı mı? Cungo'nun yük parkotunu sahalın aralı deniz sahilde kasten diltiğe patırıp koydu. Rusya, Cungo bir-birinden yüz öğredi. Ahırkı, bu yüz öğrüş ahırkı sanakka yetip geldi. Prezident Donald Trump'ın stratejik siyaseti önüm verdi. Donson 57 Maliye Akbaratı 2. ayının 13. günü yutup. Mavun Prezident Vance'nin sözlügen sözü yığında alkışkı erişti. Bütün yer şarı yani AI yukarı derecelikle yığını Cungo'ya agahlandırış verdi. 2. ayının 13. günü Gunzişin yutup. Yani bir haber vatandaş. Amerika Koşmuş Ştatları Mavun Prezidenti Vance bir egiz gep bilen Cungo'nun AI hiyallarını buzup etti. Cungo emeldarlarının aldı da doğrudan doğrumundak dedi. Cungo Kompartiyası dünyanın akli iktidar tertibine buzgunçuluk kıldı. Tenkit, Suşağı 2. ayının 13. günü yutup. Anden Elon Musk yine katı bir çağrını oturup koydu. Amerika Avazı radyo stasyonu ve Erken Asya radyo stasyonlarını takaşını talep kıldı. Tenkit, Suşağı 2. ayının 13. günü yutup. Bugünkü vaziyetimiz, analizimiz, muhakemelerimiz, yetkizgen haberlerimiz ve sizlerine tasavvurunla taşıyan bir cümle, iki cümle sözle en mühim şuna dikkat kılan vatandaş.